Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'quvchilar, bugun sizlar bilan ikkinchi kitobimizni oxirgi darsligi, ya'ni 13-darsni o'tamiz. Bu darsda demak tanvin omi degan so'zlar, g'oyrimunsarif deymiz yoki al-mamnu' min as-sarf deymiz. Shu so'zlar haqida gaplashamiz. Biz bir qancha tanvinsiz bo'lgan ot va sifat guruhlarini o'rgandik. Ko'p otlar va sifatlarda tanvin bo'ladi. Ya'ni tanvin o'zi ismni belgisi, ismni alomati tanvin. Quyidagi holatlarda esa tanvin tushirib qoldiriladi. Ya'ni quyidagi holatlarda hozirgi aytadigan holatlarimizda o'z aslida bular tanvin oladigan so'zlar, lekin mana shu holatlarda tanvin tushib qoladi deyaptilar. Birinchisi, agar so'z oldida aniqlik artikli, ya'ni alif lam kelsa. Mana kitabun so'zida tanvin bor o'zi. Endi shunga al qo'shilsa nima bo'ladi? Oxiridagi tanvin tushib qoladi. Buni o'tganmiz sizlar bilan. Va yana ikkinchi holatda, agar izofaning birinchi bo'lagi muzof bo'lsa ham tanvin tushib qoladi. Muzofdan, muzof qismidan tanvin bo'lsa tanvin, alif lam bo'lsa alif lam olib tashlardik. Kitabu bilalin mana. Tanvin tushib qoldi. Va oxirgisi, agar so'zdan oldin ya undalmas kelsa, tanvin tushib qoladi. Ya'ni ya ustazu, mana ustazun edi, ya ustazu bo'lib tanvin tushib qoladi deyaptilar. Endi aytyaptilar, lekin ba'zi so'zlar borki, hech qachon tanvin bo'lmaydi, tanvini bo'lmaydi. Ya'ni ularda o'zi tanvini bor, quyidagi holatlarga ko'ra tushib qolgan edi. Endi ba'zi so'zlar bor, hech qachon tanvin bo'lmaydi. Ular arab tilida al-mamnu' min as-sarf yoki g'oyrimunsarif deb ataladi. Biz bu kitobda ushbu turga oid bo'lgan quyidagi ot va sifatlarni o'rgandik deyaptilar. Ya'ni mana shu quyidagi holatlarda umuman tanvin olmaydi. Birinchisi, muannas aniq otlar. Mana Aminatu, Zaynabu, Aminatun, Zaynabun bo'lmaydi. Va bu so'zlar, ya'ni al-mamnu' min as-sarf, g'oyrimunsarif so'zlar kasra ham olmaydi. Kasra o'rnida fatha keladi. Misol uchun min aminata bo'ladi. Kasra kelmaydi, kasra o'rniga fatha keladi. Hop, oxiri tamarvuta bilan tugagan muzakkar aniq otlar ham tanvin olmaydi. Ya'ni oxiri tamarvuta bilan tugagan muzakkar aniq otlar, ya'ni ko'rinishi muannas, usamatu, lekin ma'nosi nima? Muzakkar. Shu kabi so'zlar ham nima qilmas ekan, shakli muannas bo'lgani uchun tanvin olmaydi. Oxiri anu bilan tugagan muzakkar aniq otlar, mana Usmanu, Ramadonu kabi oxiri anu bilan tugagan so'zlar ham tanvin olmas ekan. Fa'lanu vaznidagi sifatlar, jav'anu bor edi-ku, kaslanu, atshanu kabi oxiri anu bilan tugagan sifatlar ham, fa'lanu vaznidagi sifatlar ham nima ekan? Tanvin olmas ekan. Af'alu vaznidagi sifatlar aswadu, ahmaru, akbaru kabi. Af'alu vaznidagi otlar, mana anvaru, ahmadu, abroru misol uchun. Arabcha bo'lmagan otlar Williamu, Londonu, arab tiliga boshqa tildan kirib qolgan arabcha bo'lmagan otlar ham tanvin olmaydi. Quyidagi ko'rinishdagi siniq ko'pliklar ham, jamu taksir, quyidagi jam taksirlar ham nima qilmas ekan? Tanvin olmas ekan. Mafa'ilu vaznidagi ko'pliklar, misol uchun masajidu, fanadiqu, makatibu. Keyingisi mafa'ilu vaznidagi ko'pliklar ham tanvin olmaydi. Manadilu, mafatihu, fanajinuga o'xshash. Keyingisi af'ila'u vazndagi ko'pliklar. Mana asdiqa'u, aghniya'u, aqwiya'u. Va oxirgisi fu'ala'u vazndagi ko'pliklar. Mana fuqara'u, zumala'u, uzara'u vazndagi ko'pliklar ham nima ekan? Demak, tanvin olmas ekan. Demak, mana shu 8 ta turini yodlab olsak, o'qiganimizda xato qilib qo'ymasligimiz ehtimoli bor. Ya'ni mana shularni yodlab olsak, o'qiganda to'g'ri o'qiymiz. An-nassu matn demak, hozirgi qoidamiz bo'yicha matn berilgan. O'shani ko'rib chiqamiz. Jaruna tabibun, qo'shnimiz shifokor. Wasmuhu Hamidun, uning ismi Hamid. Va zawjatuhu mudarrisatun, uning ayoli esa nima? O'qituvchi. Wasmuha Aminatu, uning ismi Amina. Mana Aminatu bo'ldi, tanvin olmadi. Ana bu qaysi turiga tushyapti? Muannas
atoqli otlar turkumiga tushyapti. Lahu arba'atu abna'in. Uni nima? To'rtta o'g'li bor. Hamzatu va Usmanu va Ahmadu va Ibrohimu. Hamzatu mana bu tamarbuta bilan kelgan muzakkar otlarga tushyapti. Ikkinchisiga Usmanu bu anu bilan tugaydigan so'zlarga, atoqli so'zlarga tushyapti. Ahmadu af'alu vaznidagi ismlarga to'g'ri kelyapti. Ibrohimu nima? Arabcha bo'lmaganiga to'g'ri kelyapti. Ahmadu va Hamzatu talibani. Ahmad va Hamza talaba. Ahmadu mujtahidun va Hamzatu kaslan. Ahmad tirishqoq, Hamza esa dangasa. Kaslanu fa'lanu vaznidagi sifatlarga to'g'ri kelyapti. Zamiluhuma Yusufu indahu khamsatu aqlamin. U ikkovining sinfdoshi Yusuf unda 5 ta qalam bor. Qalamun ahmar va azraq va akhdar va aswad va asfar. Qizil, ko'k, yashil, qora va sariq qalam. Ukhtuhu Zaynab va indaha manadilu mukhtalifatun. Uning opasi Zaynab unda 5 ta dastro'mol bor. Wahidun abyad va akharu asfar wal ukhra zarqa'u. Bittasi oq, bittasi sariq, qolganlari esa ko'k. Zawjuha Talhatu sani'ul mafatihi. Uning eri Talha kalit yasovchidir. Va indahu mafatihu kathiratun va unda ko'plab nimalar bor? Kalitlar bor. Boya aytdik, yuqoridagi so'zlar kasra olmaydi dedik, lekin muzofun ilayh bo'lib kelsa kasra olishi mumkin. Mana sani'ul mafatihi bo'lib kasra olyapti. Akhuhu Sufyanu ya'ishu fi baladin urubiyyin. Akasi Sufyon Yevropa shaharlarida yashaydi. Fihi masajidu qalilatun. Unda ozroq, ya'ni kam masjidlar va madaris va fanadiqu kathiratun. Maktab va mehmonxonalar ko'pdir. Asdiqauhu hunaka atibba'u. Uning u yerdagi do'stlari u yerda shifokor va hum ulama'u kibarun va ular katta olimlar. Ajib anil as'ilatil atiyati. Quyidagi savollarga javob bering deyaptilar. Ma vazifatu Hamidin va zawjatuhu. Hamid va uning ayolini vazifasi nima? Hamid demak shifokor edi, ayoli mudarrisa edi adashmasam. Xo'p, hal Yusufu ibnuhuma. Yusuf u ikkovining o'g'illarimi? Yusuf yo'q. O'g'illari emasdi, o'g'illarining sinfdoshi edi. La deymiz. La Yusufu zumala'u ibnayhima qilamiz. Shu ikkovining o'g'lining nima bo'ladi? Sinfdoshi bo'ladi shunda. Man Talhatu va maza ya'malu. Talha kim va u nima ish qiladi? Talha soni'ul mafatih degan mana. Demak, man Talha degan savolga Talha zawju Zaynaba qilamiz. Shunda to'g'ri keladi mana. Chunki mana bu yerda aytildi, Zaynab zawjuha, ya'ni zawju Zaynaba bo'ladi-da shunda. Hop, Talha zawju Zaynaba va huwa soni'ul mafatih qilamiz. Ayna yaskunu Sufyan? Sufyan qayerda yashaydi? Sufyan ya'ishu fi baladin urubiyyin deymiz. ماذا يعمل أصدقاؤه؟ أصدقاؤه أطباء dediga. Demak, أصدقاؤه أطباء qilamiz. Alwan demak ranglar. Ahmar qizil, asfar sariq, azraq ko'k, aswad qora, abyad oq, akhdaru yashil. ملاحظة qilib ko'ring deyaptilar. Al-anwa'ul atiyatu min al-asma'i la taqbalu at-tanwin wa al-kasra. Quyidagi demak navlar, ismlardan quyidagi turlari tanvin va kasrani qabul qilmaydi. Hozirgina arabcha tepada o'qiganimizda arabcha varianti. Mana Zaynab, Maryam, Fatima, Aisha, Makka, Jidda muannas atoqli otlar. Va ko'rinishi muannas lekin o'zi muzakkar bo'lgan ismlar. Uthmanu, Affanu oxiri anu bilan tugagan ismlar. Kaslanu, Jaw'anu oxiri ya'ni fa'lanu vaznidagi sifatlar dedik buni. Af'alu vaznidagi ismlar. Ahmadu, Annaru, Akbaru, As'adu. Af'alu vaznidagi sifatlar. Abyad, aswad, ahmar, asfar, akhdar, azraq.
arabcha bo'lmagan ismlari dedik. William, Edward, London, Paris, Tashqand, O'zbekiston, Pakistan, hokazo. Keyingisi ko'plik jami taksirlar dedik. Ag'niyau, asdiqo, aqwiyau. Demak, quyidagi siniq ko'pliklar ham tanvin va kasra olmaydi. Kasra olishi mumkin agar izofa bo'lsa dedik. Hop, tamarin, mashqlar. Iqro'il kalimatil atiya waktubha ma'a dabtiha bil harakati. Quyidagi so'zlarni o'qing, kalimalarni o'qing va uni oxirini harakatni to'g'rilab yozing debdilar. Hop, birinchisi demak Muhammadun, Xolidun, Maryamu, Fatimatu, Abbasun, Hamzatu, Masajidu, كتب أقلام مناديل بيوت زملاء لندن سفيان حامد أحمد إبراهيم مكة زينب أصدقاء مدرسات محمود بغداد جميل كبير أكبر مجتهد طويل كسلان طلاب فقراء علي باكستان عمار سيارات أحمر إسماعيل باريس باب قلم مدارس جدة جدة قصي حملة جاي نام قلب جدة قصي بو بلد مفاتيح مدرسة ملآن. demak mana shunday yoziladi. Keyingi mashqimiz tarjimil jumla ila al-o'zbekiyati, jumlalarni o'zbekchaga tarjima qiling debdilar. هذا الحصان جوعان جدا وهذا الجمل عطشان. كاين جملة يا زياد أين منديل أخيك الأبيض. تنسى أسماء الضيوف عثمان وأفان وسفيان ومروان وحمزة. تنسى زملاء أبي مهندسون كبار. باش ننسى هذان القميصان لونهما أحمر. كينج الحوار صحبة قاسم وعارف ورتستيكن. إلى أين تذهب يا عارف أي أعرف قارئ كتابسان أعرف أتكي أذهب إلى المدرسة مكتبك. قاسم الوقت مبكر الآن الساعة 6 صباحا حاضر ساعة إرترابك ألت عارف أتكي المدرسة بعيدة عن البيت مكتب يدان أزاق. قاسم متى يبدأ اليوم الدراسي بugün درس وقت قachon boshlanadi. عارف أتكي يبدأ الساعة 7 صباحا ertalab soat 7 dedi. قاسم هل تذهب بالحافلة avtobusda borasanmi dedi. عارف لا أذهب ماشيا مع رفاقي yo'q sheriklarim bilan piyoda boraman dedi. قاسم متى ينتهي اليوم الدراسي bugungi o'qish qachon tugaydi. عارف أتكي ينتهي الساعة 1 ظهرا peshon vaqtidagi soat 1da tugaydi dedi. قاسم ماذا تفعل في الاستراحة تنفسda nima qilasan. عارف أتكي أطالع كتابا في المكتبة أو أتحدث مع أصدقائي. kutubxonada biror kitob o'qiyman yoki do'stlarim bilan birga suhbatlashaman dedi. قاسم متى تلعبون كرة القدم qachon futbol o'ynaysizlar. عارف أتكي في حصة الألعاب أو بعد الدراسة. ya'ni jismoniy tarbiya o'yin darsida o'yin vaqtida yoki darsdan keyin dedi. Hop, ajib anil as'ilati al-atiya quyidagi savollarga javob beramiz ekan. Hal yadhhabu Qasimun ila al-madrasati. Qasim maktabga ketyaptimi? Na'am. في أي ساعة يخرج عارف في الصباح. أيوة demak Qosim emas ekan, Arif ketayotgan ekan maktabga. demak la Arif yadhhabu deymiz. في أي ساعة يخرج عارف في الصباح. ertalab nechida chiqadi deyapti. Soat nechida chiqadi deyapti. Soat 6damidi? Yozib qo'yamiz. مع من يذهب عارف إلى المدرسة. Arif maktabga kim bilan birga boradi? مع أصدقائه. do'stlari bilan birga. كيف يقضي وقت الاستراحة. vaqtini qanday o'tkazadi? Tanaffusdagi vaqtini يطالع كتابا أو يتحدث مع أصدقائه. متى تبدأ الحصة الأولى. birinchi dars soat nechida boshlanardi.
الساعة الثامنة سكزدامده yozib ko'rib qo'yasizlar. ماذا تفعل أنت بعد اليوم الدراسي؟ bugungi darsdan ماذا تفعل أنت deyapti ekanmiz. Demak, bizga savol beryapti. Ya'ni siz, sen bugungi o'qishdan keyin nima qilasan? Yozib qo'yasizlar. كيف تذهب أنت إلى مدرستك؟ maktabingizga qanday borasiz? Ya'ni piyoda borasizmi, mashinada borasizmi, avtobusdami? أذهب ماشيا bo'ladi agar piyoda bo'lsa. أذهب بالحافلة avtobusda boraman yoki أذهب بسيارة أبي yoki otamni mashinasida boraman bo'ladi. Qolgan diktantda yoziladi demak. Al kalimatul jadidatu yangi so'zlar. Lawnun alwanun rang. Qala قالت aytdi degan. Qala muzakkarda, qalat muannasda. Mindilun manadilu dastro'mol. Daqiqatun daqoiqu daqiqa. Aswadu savdau qora. Aswadu muzakkar shakli, savdau muannas shakli. Abyadu baydau oq. Ahmaru hamrau qizil. Akhdaru khadrau yashil. Azraqu zarqau ko'k. Asfaru safrau sariq. Hissatul al'abi o'yin vaqti. Yawmun dirosiyun dars kuni. Rafiqun rifaqun do'st, o'rtoq. Mashiyan piyoda, rokiban mingan holatda, ya'ni nimagadir chiqqan avtobusga mingan holatda yoki mashinaga. Tola'a yutoli'u mutolaa qilish, o'qish. Istirohatun tanaffus. Kuratul qadam futbol. Yaqdil vaqt vaqt o'tkazmoq. La'iba yal'abu o'ynamoq. Tahaddasa yatahaddathu gaplashmoq. Demak, sizlar bilan ikkinchi kitobimiz ham oxiriga yetkazdik. Alloh taolo barchamizga xayrli manfaatli qilsin. Mualliflardan ham o'zi rozi bo'lsin.